Namangan shaharda. Bilasizlar, biz shaharda tug'ilib katta bo'lganmiz, o'zimiz poplik bo'lsak ham. Ustozim bordi, Xudo rahmat qilsin, o'tib ketdi. Akalar 13 marta uylangan. 13 marta ham uylanasanmi? Xo'razmisan sen? Ya akalar 13 marta uylanish yigitlar odamni ishi emas-da, ukalar. Seningni bittasi 9-chisiga olsa nima deysan? Rozi bo'lmaysan-ku. Odamni 13 marta 15 marta xo'razni ishida aka. 12-chi uylanishda Namangan shaharda bo'lgan. O'zim to'yida xizmat qilganman. Unda talaba paytimizda aka. To'y tugagandan keyin 12-chi uylanishi. To'y tugagandan keyin kuyov bolani kelin boshlari oldiga kirgizib yuborilyapti-yu Namangan shaharda. Kuyov bolani sinfdoshlari, amma xolasi, onasi, qarindosh, urug' oshna og'ayni hammani og'zida bir xil gap kuyovga shaharda. Bo'ldi qilingdi. To'xta, endi to'pdan tutganimiz sizga to'yinidan otdi-mutdi. To'yinidan tushib televizorlaringizdan mum bitta bo'ldi, kompyuter xona ochmoqchimisiz? Bo'ldi qilingdi xonamdan bo'lgan. Bir opni bolasi, o'naki shu bilan qo'sha qaragin. Allohu akbar. Kuyovni kelinni oldiga kirgizib bordik aka. Aka ishonasizmi, hovlidan chiqib ketganimiz yo'q. Kuyov bola chimildiqdan yo eshikdan chiqib keldi, yo teshikdan chiqib keldi, yo oynadan chiqib keldi aka. O'qday o'tirib chiqib keldi-da. Hovlining o'rtasiga o'tirib olib, asfaltlarni urib, bat deb kulyapti. Oldiga kelib, "Ha, aka" desam, "Voy, ishonmaysan, uka, bunga oldin ham uylangan ekanman, voy." Kelinni sochini bo'yab, qoshini terib, yana o'ziga urib yuborishibdi.